Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Svesbrovning yana bir ajoyib vegetatsionniy geli, ya'ni 25% geli, Vitalex geli haqida gapirib o'taman. Ushbu gelimizni azot, fosfor, kaliysi 25% dan iborat. Qolgan mana 100% mana shu holatda bo'ladi, kafolatlangan tarkibi. Ushbu gelimizni vegetatsiya holatida o'simlikni o'sishini boshqarishda juda katta rol o'ynaydi. Ushbu gelimizni har qanday fungitsid, insektisidlar bilan birgalikda qo'llab ishlatishingiz mumkin. Bunda kimyo vositalarning sarfi 25-30% ga kamayadi. Hosildorligimiz bo'lsa 30-40% gacha oshishga o'zini ta'sirini ko'rsatadi bu gelimizni. Ushbu gelimizni agrar sohada ishlovchi, agrar sohada xizmat ko'rsatuvchi barcha dehqonlarimiz, issiqxona egalari kimki borki, agrar sohaga taalluqli hamkorlarimiz, sheriklarimiz, hamkasblarimiz borki, barchalarga tavsiya etamiz ushbu geldan foydalanishni. Qo'shimcha ma'lumot va bepul maslahatlarni quyidagi raqamlardan oling. Alloh boshlagan ishlaringizni barakotini bersin.